Diqqat! Issiq nonni ko'chadan sotib olib, sevib iste'mol qilayotgan barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Aynan bu holat sizda sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Fuqarolar tezda ogoh bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! Issiq nonni umuman qora paketga solmang, chunki qora paketlar chiqindilarni qayta ishlash orqali tayyorlanadi. Ha do'stlar, albatta to'g'ri eshitdingiz. Bunday paketlar chiqindilarni qayta ishlash orqali tayyorlanadi. Paketga issiq non solganingizda, issiq non ta'sirida paket o'zidan zararli moddalar chiqarishi mumkin. Paketga issiq non solganingizda, paketni eritgan holda undan ma'lum miqdorda zararli moddalarni chiqarishi mumkin. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosib, videoni barcha yaqinlaringizga ham yuborib, tezda ogohlantirib qo'ying.